Yaxshimsizlar? Hozir yana bir tajriba ishlaymiz. Bu tajribami biz ma'lum bir bishorat orqali boshqalarga bir ma'lum bir o'y fikrni kontrol qilib, shularning qarorini kontrol qilish, ya'ni o'y fikrda o'ylagan narsani kontrol qilish. Endi qani rost ashundoq bo'lamdi, bo'lmamdi biz bir tajriba ishlab boqaylik. Sizlar odatda rasm chizamsizlar? Sizman. Qanday rasmlarni chizasizlar? Öy, Odam shunaqa. Masalan, odamning rasmini sizga vaqtingizda, masalan, siz diqqat qilgan narsa, ermo yoki ayolmi qolgan birini ko'ngil fikirsizlar. Endi choch pasun deymiz, urug' semizlik deymiz, boshqalardan taraflanib turgan birata alayliklar bormi? Ya'ni yuz qismida siz diqqat qilgan birata alayliklar bormi? Shular qarta bir rasm sizlar emasmi? Sizga vaqtingning o'zida sizlar hozir o'zing tuniq odamni siz olmaydi. Kallangizga tunchi qatim kelgan bir odamni birini sizib chiqsizlar. Tushunishib bo'ldimi? Endi sizlar kallangizda bir rasmni siz bo'g'cha, men bir rasm chizay. Chiqib sizga vaqtning o'zida butun yuz qismi to'liq chiqsin. Bilamdi? Lekin tuniq odamning siz sanab bo'lmaydi. Bütün siz buldunuz mu? Nəhayət yaxşı, bu yoq siz bo'g'cha, men siz bo'ldim. Lekin men rasmga unchalar usta bo'lmaganligim uchun odatda men shu odamning asosliq tarafini chiqardim. Endi sizdan so'rayganim. Sizlar chizgan odam ermi yoki ayolmi? Er, shunaqa. Nəhayət yaxshi. Endi sizning chizgan odamniki choch pasuni qandaq? Bir yangi tushib turdi, shunaqa. Endi bu odamniki yuz qismida qanday alayliklar bor? Yuz qismi meni yuzimdagi yumloq. Yuzim bir yer tortdi. Andinchi? Azroq soqol. Yanachi? Burti bormi yo'qmi? Burti bor. Nəhayət yaxshi. Endi sizlar buni o'z ixtiyorligingiz sizdingmi? Amaliyotda sizlar buni o'z ixtiyorligingiz sizmidinglar? Balki sizlarniki yushurin ongni men kontrol qilib oldim. Ishonmasanglar, rasm kirib yaqinlar. O'xshabdimi? Asos qurilmasi o'xshabdimi? Asos qurilmasi bo'lsa bo'ldi. Lekin endi men endi misol rassom bo'lmagandan keyinchi, amaliyotda bu rasmni siz sizlar men deb berdim. Lekin hozir endi men o'zim siz o'tay deb o'ylab qoldim. Mushunga o'xshash. Endi yana bir tajriba ishlab boqaylik. Buniki oxirini men eng oxirida tushuntirib qo'yaman. Yana bir tajriba ishlab boqaylik. Endi sizlar Qarg'ich maydonida, televizorda Qarg'ich maydonini ko'rib boqqanmi? Ko'rgan joyda mundaq bir odamniki asos shakl chiqqan bir rasm bo'lgan. Shuning ichidan ataysanlar 10 mingtal yer bor. Shuning o'zidan sizlar xohlagan 3 yerga atsizlar. Tushunishib bo'ldimi? Xohlagan 3 yerga atsizlar. Endi ko'ngilda xohlagan 3 yerga etinglar. Tutinglar. Nəhayət yaxşı. Endi birinchi payoqni nega atdinglar? Beshiga. Nəhayət yaxşı. İkinci payoqni-chi? Nəhayət yaxşı. Üçüncü payoqni-chi? Müyürsiga. Nəhayət yaxşı. Endi sizning atqaninglar bosh, yurak, müyra, rattatib shundoq, shundoq-ku? To'g'ri bo'ldimi? Nəhayət yaxşı. Buni sizlar o'z ixtiyorligingizda atdinglarmi? Amaliyotda bu qatimmi men sizlarni yana kontrol qildim. Amaliyotda sizlar ko'rib yaqinlar. Dal shunga o'xshash. Endi biz yana bir tajriba ishlab boqaylik. Sizlar hozir birdan 5 ga cho'g'an soningizdan xohlagan bir sonni ko'ngilni fikringlar. Mushu son sizning kallangizda asta-asta yo'nashqa boshlaydi. Asta-asta yo'nashqa boshlaydi. Endi sizlar kallangizda bir son aks etdimi? Nəhayət yaxshi, o'zgartmanglar. O'zgartmanglar. Nəhayət yaxshi. Endi sizlar
ko'ngli pikkan shu sanni yuqori ovozda angla. Necha? 3. Nayt yaxshi. Mana. Dal mushunga o'xshash. Biz endi ben tushuntirib o'tay. Baştaki resimninki tecrübesi olsa, bu qandaq degan vaqtning o'zida men bu yoqqa resim sizdan degan chog'da, bu yoqqa birinchi qatim chochning shaklini, ondan yuzning urug' semizligini, ondan yuzining totuqligini, enkimni bir silab qo'yish orqali soqol burtib borlig'ini to'g'risab bishorat berdim. Ikkinchi tajriba orqali bir qarg'atish maydonida ataysam 10 ming taldek yeri bog'i deyishning orlig'ida men 10 ming taldek yeri bog'i degan chog'da qasdan bosh mayda müyürünü tutup koydum. Şu sebeple bularınki yuşurun anında şu zamanla baş, yürek, müyüre degandek 3 xil nokta aks etadi. Şu sebepten şular şu bo'yicha ish qildi. Endi 3-xil mav 3-inchisida bu qanday degan chog'da birdan 5 kichik bo'lgan sonning o'zidan xohlagan bir son degan chog'da 1, 5, o'ttirsi 3. Şu sebepten bu yoqning kallasida şu zaman 3 degan son aks etadi. Lekin buni qo'l harakatimga bular diqqat qilmagan bo'ldi. Amaliyotda diqqat qilmagandan buning yushurun engida shu zamatla 3 degan bir son aks etadi. Ondan keyin men asosda bu son yo'g'onaydi deb yana havoga 3 ning shaklini to'xtamay chiqarib berdim. 3 qatim berilgan bishoratning kallasida bu yoqning kallasida shu zamatla 3 degan bir son aks etib, shu bo'yicha mening yetakligim bo'yicha mangadi. Hozir tajribam endi oyoqlashib qoldi. Bu bir bishorat berish usuli. Endi yana bir ba'zida odamdagi kunib qolish sababdan yapargan bazı bir psikologik tecrübelerni yapıp atıdı. Mesela bu yakım yapıp akıllı. Sizler, nayt tez cevap versizler. Nayt tezler. Bulamda. Kalgan bir meyveden biri köngül pikinler. Pik buldunuz mu? Özgertmenler. Köngül pikinler. Nimo? Alma. Nayt yaxşı. Alma şuna mı? Körpekinler. Bu nima tushundirdi degan chog'da odam nurg'un qatimni ko'rgan vaqtimizda meva degan chog'da tuyuqsiz shu zamonda kallasida tunji qatim o'ylanmay turgan chog'da olmay keldi. Buni 90% odamlarning hammasida keldigan olma. Endi ikkinchi qatim yana bir qilib baqayli. Sizlar 100 qismingizdan xohlagan bir yana o'zini ko'ngilni pikinglar. Pik bo'ldinglarmi? Nayt yaxshi. O'zgartmanglar. Ko'ngil fikringlar nima? Burun. Nayt yaxshi. Endi buni ko'rib beqinglar. Burun. Endi bu xil usulda boshqalarniki tunji birdigan javobi ko'pincha holatda chunki 100 qismdagi ching o'tirdiki a'zoni javob berdi. Endi yana bir tajriba ishlab baqaylik. Bu xil tajribaning o'zi badan tili orqali bilish tajribasi. Bu mu psikologiyadagi boshqalarning bizga bergan bishorat orqali bilish tajribasi. Qani undaq bo'lsa, men sizdan savol so'ray. Sizlarningki yaqin bir do'stinglarningki ismini danglar. Anvarjon, shunaqmi? Erkin azalga to'p javob beringlar. Anvarjon, shunaqmi? Endi sizniki bir o'zingizning eng yaxshi ko'rgan bir tal naqsha. Nima ismi? Naqshning ismini danglar. Yodingizdan chiqib qoldi danglar. Azaldan naqshdan chiqmaysizlar. Shom yoki bir tal ovoz olsin bo'ldi. Sizlarga kimning ovozi eng ta'sir qildi? Abdullah Abdurimning ovozi, shunaqmi? G'oyat yaxshi. Endi sizlar bir qatim yiqilib yoki yorinib qolganmi? Qancha yerdan olgan? 1,5 oyning oldida, shunaqmi? G'oyat yaxshi. Endi sizlar hozir bir do'stinglar, bir naqsha, bir yolonga vaqt bo'ldi. Shunaqmi? Mushu 3 ishning ichidan xohlagan bir ishning o'zida ko'ngil pikinglar. Pik bo'ldinglarmi? G'oyat yaxshi. Ko'ngil pikinglar. Yolonga vaqtinglar. Nayt yaxshi. Tanlab tiqash kelamiz. Endi bizningki hozirgi tajribamiz, tuvan tajribani ko'rib balki hayron qolgansiz. Tajriba shuni isbotladiki, bu xil usul bilan boshqalar paranglashgan chog'da boshqalarga biz oldin tayyorlab olgan ba'zi o'y fikrlarni qalsa qochilib qo'ygan bo'ldi. Bu xil usul bilan bularningki hukm qilish iqtidori, o'y fikr o'ylash iqtidori hammasi kontrol qilg'ili hem bilib olg'ili bo'ldi. Endi hozirgi mushu tajribani, men qilgan mushu tajribalarning hammasi siz ep bolsangizmi, dal menga o'xshash unumga erisha olasiz.
Lekin sizniki bergan bir şartınız çoxum o'zingiz xohlagancha loyilasangiz bo'ldi. Loyilash usulini men boshda so'zlab o'tganga o'xshash, siz har xil o'zgartib baqsangiz, balkim siz nurg'ilgan unumlarga erisha olasiz. Tajriba butunlay oyoqlashdi, hamda tushib ketsangiz bo'ldi.